Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar, hammanglarniki shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Mening ismim Tug'luq Hamid. Men Shvetsiyaniki poytaxti Stokgolmda yashayman. Shvetsiyada yashayotgan 12 yil bo'lib qoldi. Men bugun oldi bilan bizningki mustaqillik, ya'ni jakarlagan Cumhuriyet kunimizni xotirlayman. Chunki bizningki shu fe'l rayonidan boshlanib 6 ay, Tarbağatay şu viloyatdan boshlangan Sharq Turkiston milliy harakati Cumhuriyatiniki shu rayonlardan tutash qilib Aqso'niki ko'p viloyatlargacha ko'p vatanimizniki ko'p joylarini mustaqillik nimasida tug'an, keyin anandan keyin to'pininki buyruq kelishi bilan bu jang to'xtab qolib, Manas daryosi bo'yida 5 yilga yaqin 44-yildan 49 yilgacha milliy armiyamiz shu Manas daryosi bo'yida shu yerda to'xtab qolgan. Ham qanday bo'lmasin biz azdir ko'pda 4-5 yil bo'lsinmi shu mustaqil bo'lgan rayondagilar mustaqillikniki 4-5 yil bo'lsinmi ta'mini azroq bo'lsinmi tetigan. Shuningga shu bugungi u mustaqilligimiz amalga oshmagan bo'lsa-mu, shu tökkan shehidlarimizningki, undan keyin hozirgacha bo'lgan arliqda barin qirg'inchiligi, ili g'ulji qirg'inchiligi, urumchi qirg'inchiligi va yoki boshqa qirg'inchiliklarda qurbon bo'lgan shehidlarimizningki ro'yi Xudoyim jannatdan ato qilsin. Bizningki mustaqilligimizni men xotirlayman deganim, men Xudoyim buyursa bizningki odatda bir shunday bir ishlar bo'lsa, bir yo'q narsalar bo'lsa xotirlaydi-ku. Bu narsani tabriklaydi chiqib. Xudoyim buyursa bizningki vatanimiz Sharq Turkiston, Uyg'uriston mustaqil bo'lgan chaqda biz Xudoyim buyursa cho'qim tabriklaymiz. Bu qisqagina bir 5-6 yilning ichida ya bo'lmasa so'zilib ketsa, Xudoyim o'zi bo'ladi, ishqib bo'ladi. Jahonda o'zgarishlar ko'p. Mushu o'zgarishlarning ichidagi xaritalarningki ichiga bizningki davlatimiz Xudoyim bersa cho'qim kirib biz mustaqil bo'lamiz. Amin. Men shu vaqtdagi askarlarga shu vaqtdagi inqilobni qo'llagan, hozir tugab ketgan shu qarindoshlarimizga ta hozirgacha vatan millat deb Suriyaga avat etilgan Uyg'urlardan tortib ta shu Manas daryo bo'ylarida ta'lim vodilarida qirilib ketgan Uyg'urlarga qarindoshlarimizga yotgan joyidan aminlik, go'zallik, jannat Xudoyimningki ato qilishini men umid qilaman. Chunki bu qarindoshlarimiz vatan, millat, zimin deb ko'zi ochiq holda ketib qoldi. Tarixningki lanat batlarda bizningki 11 bitim imzolanib mana shu chog'larda biz bilmaydiqkan, mana hozir zamon taraqqiy qilib mana hech narsani o'shirib qolgani bo'lmagan holatda. Mana 11 bitimningki nimasiga o'xshash bir bizningki Dunyo Uyg'ur qurultayiningki oldingi rahbari Robiya Qodir bizningki mustaqilligimizga qarshi mustaqil talab qilib bo'lmaydi degan bizni indigenous people'lar nimasiga kirgizyapti, qonunlarimizni bosirib oldi, xabar qilmadi, xalqni uyushtirib keldi degan gap, bosirib oldi degan gap. Ana ashundaq milliy xoinlarni, munofiqlarni ana o bu deb yana shularga nima qilyotdi? Shularga ashundaq yana dastaklarni beryotdi. Ular bizningki mustaqilligimizni, hamma narsamizni bizni indigenous people qilish orqali mahrum qildi. Ammo yana bu narsani o'zgartgani bo'ladi, yana qaytadan qaytirib kelgani bo'ladi. İnşallah. Shuningga qarindoshlar,
Shuningdek yana Xitoy 2014dan boshlab ta hozirgacha yoshiron va ochiq holatda 2014 2017gacha 2017dan mana hozirgacha lager, turma, zavod, majburiy emgak, majburiy tug'maslik qilish, bolalarni yetimxonalarga so'lash, ishki organlarni sug'urib olish, ishkir o'lkalarga azan emgak qul ishchilar qatorida Xitoy vatanimizda bizningki Uyg'ur millatiningki ustidan irqiy qirg'inchilik qilyotidi. Bizni shiddat bilan yo'qotidi. Jumladan meningki ota-onamni 2017-yili 1-oyning 27-kuni sahar soat 9da atrofida Ilo oblastlik bexatarlik tarmoqlari tarafidan ochib ketib, mana hozirgacha Xitoyningki turmalarda dafsan holatda kuni o'tyotidi. Men ota-onamningki farzandi bo'lish suputim bilan, dadamningki o'g'li, opamningki o'g'li bo'lish suputim bilan, men ularningki ishi uchun oldin mangan yo'llarni qilgan, u narsani Facebookga chiqardim. Uningdagi o'ttirdi, men degandagidek ishlar bo'ldi. Uningdagi yana uyg'onish jarayonida yana men chiqdim. Meninkini ko'p ballarda burun bu bal hech qanday ishdi yo'qdi, u bu deganda gaplar bo'libdi. Men burun hech qanday ishdi bo'lmagan emas. Shvetsiya Uyg'ur komitetida 1-2 yil ishlagan. Bu komitetdagilarningki ahvollarini bilaman. Bularningki qayergacha ish qiladigan. Bular azaldan kelmagan. Bular hech qachon ish qilmagan. Bularni ish qildi deganlik xatolik sodir qilganlik. Shuningga men u yerdan chiqib ketgan. Lekin meningki o'zimningki shu joyda ishlagan to'g'riliq isbotlarim bor. Namoyishlarda qolmaydim. Keyin shunda chaqiyvergandiki, uydagilarga avorchilik qilavergandiki, bir mazgil to'xtab qolgan. Shunda ammo bizdan battar ish qilayotganlarningki, bizdan battar ishni qilib turib, yana atalariga behramon o'ynab kulib qilayotganlar bor. Mana bunday kishilarga savol qo'yishimiz kerak. Nurg'unlagan insonlar geldim ishtonning to'van tarafidan va yoki qandaqdir bir to'zaqlarga tushib xayrlik qilyotdi. Qaysi kuni Sharq Turkiston yoshlar qurultayiningki raisi Dilyar Musabayev degandagidek o'ylamagan odamlar xayin chiqib qoldi. Voy tova, ma odam mundaqki asli bunda emas degan odamlar deganlarni bilamiz Shvetsiyada. Top uchur yotgan, ishtonning ostidan tutilib qolgan. Men amdaylik yatti qoptilarningki nima unimi debmi ketmay. Top uchur yotgan, Xitoy o'quvchilarini universitetlarga Shvetsiyaga akagan. Shunday ahvollar bor. Biz ularningki qayerdan qayergachilikligini obdan bilamiz. Bizni bilmaydi desa, biz ko'rishadigan yerda ko'rishib qilsak bo'ladi. Uningdan sirt Dünya Uyg'ur qurultayliklarininki ko'kolisdan tutib olib, ularni o'ynatib, qanday qilgan narsalarga menmi tirik shohid. Ham o'zimmi menimi shunday qilmoqchi bo'lganti, ammo men u qopqonga tushmadim. Xudoninki iltifoti bilan u qopqonga tushmadim. Ammo o'zini tushirib oldim. Shunday gap qarindoshlar. Shunday bu narsani deyishimga sabab hozirgi bizningki vatanimizda irqiy qirg'inchilik shiddat bilan bo'lyotdi. Xitoy bir kunmi, bir minutmi to'xtab qolgani yo'q. Shuningga qarindoshlar, ba'zi bir insonlarningki ovoz chiqarmaslikning sababi zanjirsimon bo'lib ketgan, bir-birisiga ulinib ketgan. Yo'q, men yo'q desa, men tartibga kelib chiqarib qo'yman oldiga. Yo'q, men yo'q bu desa, mana deb oldiga aytib qo'yman. Mashinchilik darajada bo'lib ketgan bu ishlar. Shuningga bular ovoz chiqarmaydi, gap qilolmaydi, zuvon tutilib qolgan. Shuning haqni ko'rsimi ko'zini yumbaladi. Mana shunda. Endi qancha kunning oldida Dünya Uyg'ur qurultayiniki Turg'un Aloviddin degan meningki cho'ng dadamga telefon qilib, "Jiyaningiz mushtaq Xaqlanbek sat haqoratlab ketib bordi. Mushtaq qilyotdi. Siz degan anda siz Shvetsiyaga baldirib kelgan, hurmatga sazovor odam, siz biron tashkilot qurgan u bu" deb. Shundoq nimalarni qilib, haydakchilik uni buni qilib, Dünya Uyg'ur qurultayiniki shu yig'iniga qatnashish uchun akatdi.
Men dedim uyiga berib, "Barmağım deb barasiz. Men bu yerda qilayotgan ishim bilan siz ayaga chiqib qolsangiz bo'lmaydi. Yaxshi emas. Men bir kuni oshkorlayman bu ishlarni, hammani desam, siz ashta qilsangiz, Dunyo Uyg'ur qurultiyiga dushmanlik qilgan bo'lasiz" dedi. Men shu dushmanlikni men qilay dedim. Chunki bular vatanimizga, xalqqa dushmanlik qildi. Mishta indigenizlarni qilyapti. Sizning yoshingiz 80 ga berib qoldi cho'ngda. Siz mishta Facebook xabarlarni, WhatsApp'dagilarni bilmaysiz. Chiqnaslarni siz. Sizga bu yerga jamoatchilikni u paranglarni qilib ketmaydi. Bas shu namozdan keyin shu azroqlar voy vatanimda manda bor deb ketisizlar. Chiqnaslarni bilmaysiz. Chiqnaslarni siz qilib ketgan. Deb o'zininki oldiga shu ovozlardan bir nechini lekin shu degan bo'yicha shu narsani ko'rib tashlab berdim. Tashlab bersam shu bormaydigan direkt bir bo'lib qolgan. Lekin yana mishadikilar uni buni qilib qo'lig'ini qilmay akitibdi. Tamam. Xo'sh. Turg'un Aloviddin mushu bir tal narsa uchunga menga keldi-ku u materiallar. Seninkiga mana mantaqdan bir talni berib qo'yganga shu bir tal uchunga sen mushuni qilding. Mushu ishni sen qilding. Sen diniy ishlarningki, qurultayninki mas'ul turib, sen nima deb o'zingning qurultayning ichidagi shu odamni tutmay, yana meni cho'ng dadamga anda qildi, manda qildi deb urib tuqqanlar telefon qilib sanga parakanda qilishding. Bu Germaniyadagi Tashmamat degan qora cho'shqa. U meni Xitoyning odami u bu deb yozsa ashtonga gapirmadim. Abdurishid muattarninki xatolik qilsa biz ko'rsatsak, voy mushundaka meningki shaxsiyatim taysasa ulan to'simiding. To'rlarda, YouTube'larda sen meningki shaxsiyatimga ashundaq bizningki do'stlarninkiga kelgan hammani tushirib saqlab qo'ydim, hammani tegishli joylarga. Men qachilab kompyuterimda ovoz, palonchining ovozi, pokonchining ovozi, pokonchini buyurtgan 2000 yevro pul Fransiyadan kelgan numarim o debman hamma narsani yezib turibman. Pulni bergan odam unda do'tlik qilmaydi. Butunlay isbot hamma narsadan tas. Shuningga sen ayaga cho'ng dadamni opirib Xitoy pasında ish qilmoqchi. Mening ovozimni besish uchunga. Lekin men besilmayman. Ota-ona meningki. Sen bu shuning ichidagi odamni men xotini, balasi, nech xotini bo'lsa, nech xotini, nech balasi bo'lsa, nech balasi bilan men badal to'ldiman. Meni chaqqan, meni qilgan, tasligan men hammasiga bu badalni to'ldiman. Men Cumhuriyet kunimizda ulug' Allohning nomi bilan men ishdan tushib, uyga kelib, yuyinib, parat ilib keldim. Nom bilan qasam qilamanki, men vatanimni setib boqmadim, men xalqimni setib boqmadim, men Xitoy uchun ishlamadim. Mening da'vatqonlarimningki hammasi rost. Mana ma vaqt bo'ldi. Bu ekronga Nijat Turg'un akamizmi chiqmaydi. Bu hammani bu ishlarda beshidan oxiri shohid. Uningdanmi tinibmi tanmaydi ham. Tandigan yerimi yo'q. Shuningga qarindoshlar, meningki nachoqning bir davatgan yerim, meningki davatgan gapim mana shu. Endi bu indigenous people kelsak, indigenous people'ni Olim Sitov, Umar Qanot, Rabia Qodir, Abbas oilasidagilarningki ahudi ish bilan mushundaq narsalar, mushu Elshad Asallarni qo'shimcha borki, shunday qilyapti. Bu indigenous people'ni nurg'un xalqimiz tushunmay, yarli xalq kelmiz-ku. O'rxon daryo bo'yida bu Xitoy mushlarninki xatoki bu. Bularninki mushu Xitoyning odamga to'g'riki Robiya ana biz xatonim qilib qopdik deb kalla degan bor qo'ylik ishlamasa endi o'qimagan odamlarga amal yo'qga bo'pmi nada shunday gaplar bir o'zini qorim deyaganlardan chiqadi ekan. Ular kitob o'qimagan ekan, bilmaydi ekan. degan o'zining gapini ham so'zlaydi ekan. Unimi patiyaqanda Sharq Turkiston Dilyar qurul yoshlarning raisi katibi Dillar Musabayev chiqib o'zi deb tushuntirdi.
Buningdan Allah razı olsun dilerden. Sağlıktan Allah razı olsun. Mana bu yoshlarimiz to'g'ri yo'lda menyapti, to'g'ri narsani so'zlab turadi. Yana nimada shu qurultayninki kaynidan, yana mushlarninki depini chelib, yana mushlarninki qozinni isib, yana mushlarning jundisini ichib, yana mushlarninki yurishlar. O'ylab beqinglar, qurultayning ichidagi qaysi bir odamninki bir axloqi yaxshi, qaysi birsininki hamda gapni sal ochiq desak, qaysi birsininki bir tuzukroq bir nimasi bor, bir vijdoni bor nimalarmishlarninki. Xotin o'ynab tutilib qolsa, chatag'i yo'q suygan. Xotinni qo'yib yutib olsa, chatag'i qo'ygan. Bolalarni yetim qilib yutib qolgan. Jugan u davlatni bu davlat, u davlatni bu davlat yog'iladim. Qarindoshlar, mushu birovlar yig'in ichilsa, Yaponiyalarda, u yerda, bu yerda mushu xotinlarni agashtirib boradi. Men hayron qolatdim bag'o, shu biletlarni shu dunyo uyg'ur qurultayini pulga oladi. Yaxshi yataqlarda yotdi, yedi, ichdi, sayohat qildi, ko'miga yirqamdi, bombaga yirqamdi. Nima qildi? Endicha nisbiy pul qilyapti. Yerlik millat, yerlik xalq deb mandaq ro'y nimaga ilyapti. Bularninki qitkaga ishlari bakchi qarindoshlar. Shuningga hammamiz o'zimizningki nishoni bo'lsin, o'zimizningki mavqasi bo'lsin, o'zimizningki bir nimasi bo'lsin, yo'l bag'idagi yo'limiz bo'lsin. Bizningki yo'limiz xoin bilan, dushman bilan emas. Men hech qanday tashkilotga kirmayman, ham tashkilotga a'zo bo'lmayman, ham tashkilot qurmayman. Usta o'z oldimga ota-onam chiqqicha o'sha da'vorni qilib, undan keyin ota-onam chiqib qolsa, Xudoyim buyursa, o'zining yo'lida, ishlarda, ya'ni yo'qolib ketmayman, shu to'r dunyosida bor, o'z yo'lida, ya'ni chiroyli o'zimning yo'li bilan boraman. Shunday gap. Yana deydigan gapim qarindoshlar. Baribir Xitoyga biz dushman bo'lib bo'ldik. Jim turib olganlarmi 100 ming kishilik imzoni atqanlarninki tizimlikini olib bo'lgandi. Turkiyadagilarninkini Mehmet To'xtami akitib Turkiyaga akitma deb ularninkini berib bo'lgandi. Meyadagilarninkini qanday uchirib berib bo'lganini men obdan bilaman. Shunda qanday ishlatgan hammasi bor. Shuningga qarindoshlar. Avur chiqmaganlar, ota-onasi kirmagan, urug' tuqqanisi kirmaganlar. Nima deyman bular? Chiqmanglar deysam, bo'lmaydi. Chiqinglar deysam, uydagilarning kirib ketishidan ansirsanglar, bir so'rinlarda, bir yerlarda ikki yig'iz haqiqatni qilib qo'yinglar. Mushu balo shu degan shvetsiyalik ishlar hammasi rost. Bu ham bir yer kimning beshida o'tmagan, hammasinin beshida o'tgan. Undan keyin ko'zinglarni ichib, mushu ishlanayotgan videolarni hamma narsa ko'ringlar. Xalqimizni ma'vu milliy munofiqlar yana bir qitim bizni tutib berish oldida. Hozir kilomat masalasi, virus masalasi, yer sharlashish masalasi ikki qutbga bo'linib, hozir parlamentning ichida o'ngchi bilan so'ngchi mushtlashib ketyapti, ma'ning ichida, mana Shvetsiyaning ichida. Qolgan Germaniyada siyosatda o'zgarish va Amerikaning liq qalaymiqanchilikda o'ngshab tozilib bu degan bir yerlarga keldi. Ertugün dünyanın işi vahşini o'zgaradigan bo'lsa, ma Germaniyaning qo'lidagi ma qart tugaydi. Qurultay tashiydi ular siyosat, bugungi siyosat ertadagini belgilamaydi. Ana Nurbakrini uchirib davlat energiyaniki boshliq qilib qo'ygandi. Xi Jinping chiqdi turmaga tiqabatdi. Ashunda gap to'g'ri yo'lda manganlarniki to'g'ri yo'lda yashaydi, xato yo'lda manganlarniki Alloh balosini beradi. Ashunda gap. Shuningga qarindoshlar, dunyo vaziyatida o'zgarish bo'lyapti. Xalq degan narsa ajoyib muhim narsa. Har qanday bir harakat, har qanday bir ish xalqdan boshlandi. Qarindoshlar, Solih Xudoyarniki boshchiligidagi shu mustaqillik 100 ming kishilik imzomi sarxillardan kelmagan, xalqdan kelgan. Shuningga qarindoshlar, xalq harakati degan narsa pek muhim. Uyg'onayli. O'yliqi Amdaylik daplayapmiz, davasimiz quloq deganninki birsininki mayog'idan kirib, oyog'idan chiqdiki, yana birsininki kirdiki-yu.
analiz qilolmaydi. Yana birsiniki kirib analiz qildi, to'g'ri keldi, atrofga qaraydi, boshqalar jim turganiki jim o'tirib oldi. U aqlli kirmaydi. U xumsiliq kirdi. U bir tuzkurlik kirdi. Bizni Alloh shu sinoqlar bilan mishalar kelib yashashimizdagi sabab balkim shunday irqiy qirg'inchiliklar bo'lib qolsa xalqimizga ega chiqish uchundir. Voy Tibatnikini e'tirof qilibdi, bizga qachon vaqt bor, bizga tayyorlik qilamiz. Ya shu irqiy qirg'inchilik degan gap bo'ldi. Shu irqiy qirg'inchilik millat shu zaminning shu egasi bo'lganlik uchun mana qiryapti. Mana deb mana biz mayollar kirib ketib yerimizni olayapmiz. O Tibatniki o'xshash besvilangan zamin u bu deyishniki, u Amerikaniki degan vaqtdan soat kelganmiz, G'arbniki manfaatga kelganmiz, bir kunda bo'lib ketirgan ishlar. Dunyoning iqtisodini, dunyoning siyosatini hammasini belgilayotgan odamlarga. Shunga men qarindoshlarga deydiganim, qarindoshlar hammamiz chiqib kallamizni ochiq tutgan holatda yashaylik. Hech qachon bundaqlarningki aldam xaltisiga yoki va'dalarga hech nimasi ishonmas kerak. Bular degan bir to'ng'izning tuki deysa, to'ng'izning tukini nimaga ishlatib chishotmaydigan qo'ydiq. Men meni o'sharningki cho'shqilarga bayram degan ash naq cho'shqilarga mushlarga hozir bayram bo'lyapti. Ana açıqdiki çoşqılarga naq bayram bo'lyapti. Ular bir top çoşqılar o. Onun ichida yaxshi odamlar bormi, bilmayman. Shunday gap. Shuningga men bugungi bizningki Sharq Turkiston Cumhuriyeti shu qurilgan shu 12-noyabrdagi mustaqillik kunimizni xotirlayman. O'lib ketgan shehidlarimizga, vatan, zamin deb ko'z ochiq ketgan qarindoshlarimizga, vatandagi irqiy qirg'inchilik uchrayotgan millatimizga Allohdan asoyish tilayman, ketganlarga Allohdan jannat tilayman. Qolgan shu turmadagilarga Alloh sabr ato qila. Ish qilib pat yaqinda Xudoyim bersa bizningki mustaqilligimiz hamini qo'limizga qaytib keladi. Buningga cho'qim ishonchinglar bo'lish kerak, qarindoshlar. Unda bo'lsa, hammanglarga ko'p rahmat. Men bugun va'dalar bo'yicha keldim. Asli shu ortolay desam, buning ichi qop-quruq. Bo'lmay qoldi. Asli bugun Amerika konsulligi qilmoqchi edim, idoradan ruxsat berdi dedim tunugun. Endi xizmat shu taqishib qoldiki, ba'zilar idora deganimizni qilib berdi. To'liq sharoitlarni yaratib berdi. Endi kashkichi so'raversakmi, ma'qul degan bilanmi, endi o'zi qizirdiki, ilmi shu Shvetsiya hukumatiga, Shvetsiya xalqiga, butun shu Shvetsiyaning ishqib shu qo'llagan do'stlarga hammasiga rahmat aytaman. Qarindoshlar, hammanglarningki bugungi Cumhuriyet bayraminglarga muborak bo'lsin. Vatanimiz cho'qim mustaqil bo'ldi, qarindoshlar. Vatanimiz cho'qim mustaqil bo'ldi. Bizmi Qozog'iston, O'zbekiston, Tatariston cho'qim bir istonlar qatoridan bir iston bo'lib, bizmi shakllanamiz, xalqimiz hurlikka chiqdi. Biz vatandagi xalqningki orzusi, armonlari, ovozi, vatanning egasi, vatanda, vatanningki prezidentimi vatandan bo'lishi kerak. Bizningki faqat teshida biz vatanimizdagi mustaqillik uchun xizmat qilamiz. Bizningki hech nimadan tamoyimiz yo'q. Meningki tamoyim hozir shu ota-onamni qutuldirib chiqish, ham shu yo'lda boshqa do'stlarni uyg'otish. Bizningki vatanimiz yashsin, vatanimizdagi qarindoshlar yashsin, vatanimizga mustaqillik ato qilsin. Duo qilinglar qarindoshlar, ichinglardan chiqarib, chin niyatinglar bilan Xudoyim buyursa, keyingi oy, mushu kunlarda bo'lib ketsin bo'lsa, har vaqt bo'lib ketishi, 24 soatning ichida mustaqil bo'lib ketishini tilab turaylik Xudoyimdan. Qarindoshlar, cho'qim mustaqil bo'lamiz. Bo'lmaydigan ish yo'q. Bizga demokratiya kerak emas, bizga oliy avtonomiya kerak emas. Biz indigenous, ya'ni yerli xalq emas. Biz degan Uyg'ur xalqi, Turkiya millatlarining ichidagi otalari, biz zamonida ota bobolarimiz bilan karvon yo'lida madaniyat yaratgan, dunyoga zo'r tuhfalarni qo'shgan Uyg'ur millati. Shuningga qarindoshlar, o'rnimizdan dast turib ketaylik. Xitoy chig'idagi Sharq Osiyo kasal ko'plar o'rnidan turib qayaga keldi. Bizmi cho'qim turib ketishimiz kerak. Bizda mustahkam iymon bor, bizda nishon bor, bizda birlik bor. Xudoyim buyursa,
qarindoshlar. Vatanimiz Sharq Turkiston, Uyg'uriston cho'qim mustaqil bo'ladi. Vatanimizning mustaqillik uchun tirishayli, haqiqatdan qaytmayli, xalq harakatidan qaytmayli. Qarindoshlarga rahmat.